Nodir aka, ko'pchilik mijozlar Arion 630 traktorini orqa ko'tarish mexanizmi ishlamayotganligidan shikoyat qilishyapti. Bunga asosiy sabab nima? Arion 630 traktorining orqa mexanizmi ishlamay qolishining 3 ta sabablari bor. Birinchi sababi traktorning gidrosistemasida nosozlik tug'ilsa. Ikkinchi sababi traktorning orqa qismida положение datchik bor, shu ishdan chiqsagina bo'ladi. Uchinchi sababi, eng ko'p uchrayotgan sabablardan biri, bu traktorning krilosida joylashgan 4 ta ko'tarib tushirish knopkalari mavjud, shular ishdan chiqsagina bo'ladi. Krilodagi knopkalarni ishlamay qolganligini qayerdan bilsa bo'ladi? Krilodagi knopkalarni ishlamay qolishini juda ham oddiy aniqlab olsa bo'ladi. Ya'ni traktorga agregatni ulayotganingizda ko'tarib tushirish knopkalarini bosganingizda hech qanday reaksiya bo'lmaydi va traktorni orqa ko'tarib tushirish mexanizmi o'zini o'zi qulflab qo'yadi. Shunda knopkalarni ishlamayotganligini aniqlasangiz bo'ladi. Bu holatda knopkalarni albatta yangisiga almashtirish lozim. Bizda ushbu muammoga yechim sifatida Yevropadan to'g'ridan-to'g'ri olib kelingan, narxi O'zbekiston bo'yicha qulay bo'lgan knopkalar mavjud. Sifatiga 100% kafolat beramiz. Agar sizga ushbu knopkalarning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring yoki bizning sotuv bo'limimizga murojaat qilishingiz mumkin.